Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Akalar, bugun chisla 2026-yil 23-mart. Mana dushanba kunida mana video qo'yamiz sizlar uchun. Akalar, rossiyskiy bo'g'oz sotiladi akalar. Akalar, yoshidan so'raganlar bormi? 6 kurak, ikkinchi qo'ringa tug'adi akalar. Mana tayyoridan akalar 8 oydan o'tgan bo'g'oz akalar, 8 oyga olaverasizlar. Mana akalar, ikkinchi qo'ringa tug'adi. Shu molimiz sotiladi akalar. Nihoyatda yavash, ishonchli mol akalar. Toza rossiyskiy akalar. Akalar oldinroq kelgan. Mana boqildi akalar, 8 oyga to'ldi. Shu molimiz sotiladi akalar. Akalar, shu molimiz sotiladi. Narxini akalar arzon qilib qo'yib beramiz. Akalar, narxini akalar 33 million so'm kelishamiz. Manzilimiz Namangan shahar, Samarqand savxoz degan joyda. Bemalol shu ekranda qo'yilgan telefon qilib olishingiz mumkin. Eng qiziq akalar, yavash, ishonchli mol.